Assalomu alaykum, hammalarga xayrli kun. Qizlar, mana shu dorimiz haqida men sizlarga otziv qoldirmoqchiman. O'zim bu narsani ichayotgandim. Juda ham zo'r mahsulot. Siydik yo'llari shamollashlari bo'lsa, jenskiy muammolar bo'lsa, kista, miyoma kabi muammolar bo'lsa, sizlarda mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Bu tarkibi faqat tabiiy ingrediyentlardan tashkil topgan. Mana asal, Xitoy anjelikasi, mana bir nima yong'og'i, sutli piyon, короче, hammasi o'qib chiqsanglar ham, men yaqinroq ko'rsataman sizlarga. Dorivor zanjabil, hammasi tabiiy mahsulotlardan tashkil topgan. Ichida juda ham ko'p bo'ladi. Sizlarga bitta kurs lecheniyaga bemalol yetadi. Shu mahsulotdan olib, jenskiy muammolarni hal qilsanglar bo'ladi. Mana tabiiyligini ko'ryapsizlarmi? Kimda jenskiy muammo qiynasa,